Hozir malaka soslar orasida trend paydo bo'libdi. Menga bunaqa отношение kerak emas. Unaqa bo'lsa kerak emas deydigan tuparillali ko'tin teshigida bo'q ketmaganlar ko'payib ketib qolyapti borgan sari Instagramda. Bittasi chiqibdi, hezalay sifat bola oyog'ini orasida bilmayman bitta so'nganlar bormi, yo'qmi xuy o'zdan. Menga qiz bola sochini har kuni yuvmasa, menga bunaqa отношение kerak emas, chunki men har kuni boshimni, sochimni yuvaman. Shunaqa darajada infantilni, sen dalboyob sochingga qo'ttag'an erkak kishi zver bo'ladi, erkak kishi dabitchik bo'ladi, mamutlarni o'ldiradigan bo'ladi. Sochingga sen sochim bunaqa hezalak bilan sendaqa isqirtlar ko'paygani uchun ham qizlar xuyet qilishni boshlashyapti. Boshqa bitta fohisha proshivkasi o'rnatilgan qanjiq mana betlarni qiyshaytirib, menga mashinasi kerak, yo'q erkak kerak emas, chunki meni mashinam. Bu qanjiqlar bu materialniy narsaga qarab ketyapti. Erkak kishi haligi ценности, oilaviy qadriyatlar yo'q, materialniy iPhone bo'lsin, tursiga tillodan bo'lsin, ash kerak. Bu erkaklar hezalashib ketib, menga sochini yuvmaydigan qiz kerak. Bashani senlardan bir iltimos bor. Senlar umuman avlod qoldirishma, отношение qilishma. Seks sen ham prezervativ bilan qilish, shu lichinkalaring senlardan battar bo'ladi senlar. Iltimos. Nima uchun men jon kuydirib gapiryapman? Bir-biringni o'tirib yevarishmaysan, menga vashi po'xi. Prosta menda ham avlod bo'ladi, sendaqa isqirtlarni farzandlari bilan o'smasin deyapman. Men